Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Men bu Instagramga birinchi qatim chiqishim, oldin qatim Facebooklarga chiqib olib yaxshi so'zlaydigan bo'ldim deb kelsam bo'ladi bir hisobda. Ovozimni anglayapsizlar, anglagan bo'lsanglar, angdoq deb qo'ysanglar, undan keyin so'zlashlarni boshlasam degandek. Rahmat. Oldin qatim Facebooklarda mushu ismlarini atab debdikanman, qat'iy qapmaysizlar. Bundan keyin isminglarni atmay, qarindoshlar bir qarindosh mudaq debdi. Rahmat, isil angladik debdi bir qarindoshimiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Bugun Torontoning havosi toza, yaxshi salqin, shamol yo'q, yaxshi yeri. Shamol bo'lgan bo'lsa, havosi toza yaxshi chiqmaydi. Shunamda rahmat bak yaxshi chiqyapti. Haqiqatan Instagramning sifati yaxshi-ku, mening yaqin qarindoshlarim bak yordam qildi, menga ko'pdan ko'p rahmat. Bu Instagram hamda mush medialarning ichida rahmat qarindoshlarim. Mushu men burun uni alqamada tekshirib baqqandayman, bu Google qilib degandek. Mush medialarning ichida mush Instagram eng ko'p oldida turdi ekanda, nima uchun degan chaqda mushu Instagramga yoshlar chiqadi ekan, o'tir yosh qarilar chiqadi ekan degandek. Yashanganlarda sad yoqmay. Ammo ma Facebookga 30 yoshdan yuqorilar ko'payar ekanda, yoshlar asosan yo'q deyarlikka. Shunlashqa hamda dunyoda yoshlar ko'p bo'lg'ashqa, aning nimasi yuqori ekanda, Twitterga hamda 3-o'rinda shunaqa gap. Ammo ko'pincha o'ylar Twitterga butunlay siyosiy narsalarni chiqarib deydi ekan. To'g'ri, bizning ham Uyg'urlarning ishlari butunlay ashunaq bo'lib ketdi. Shunga undaq narsalarni chiqarsak bo'ldi, ammo boshqa millatlarnikiga qarasak, har xil narsalarni chiqardi ekan meningcha. Ham ixtiyoriy media degan ixtiyoriy narsa bu. Shunlashqa hamda bugun mening gaplarim davomli shohlanib ketadi ekan, qarindoshlar yaxshi fikrlarni beryapti. Shunga hamda bugun shu hamda o'zim nima degan bilan doktor bo'lgandiki, mushu hamda bir hisobda ruhiy sog'lomlik to'g'risida deganda ko'proq paran qilishini deb o'yladim. O'zaro bilmaganni so'rashib, savollarni qo'yib degandek, o'zimizning ko'z qarashlarini degandekchi. Hamda bugungi bu nimamniki temasi ham asosli qiz yigitlarimiz to'g'risida paran qilay deb o'ylagandim. Hamda bizdek yoshdagilar desak bo'ladi, bir hisobda bolalaridan andish qiladigan, bolalarining kelgusini o'ylaydigan to'y ishlari degandek ishlarni ko'p o'ylaymiz. Shunlashqa mushu Instagram chiqishimdagi maqsadmi mushu yosh qiz o'g'illarimiz mushuningda ko'p bo'lg'ashqa, mushlar misol qo'shaq qolsa ajib emas degan qatorda chiqdim. Shu hamda bu o'zaro eng asosli hamda men o'zimniki anglig'ini faqat o'zimniki tajribasi emas, o'z oilamning ishi emas, boshqa menga maslahat qilayotgan, har xil fikrlarni beryotgan, mungdishayotgan degandek har xil qarindoshlarimiz bor. Shunlashqa shularni yig'inchoqlagan holda qizlarningki qanday xarakteri bor, o'g'illarning qanday xarakteri bor deganlarni bir fikrlashili deb o'yladim. Savollar bo'lsa qo'ysanglar, tang javob bersakmi bo'ladi. Demakchi hamda hozirgi jamiyatimizda taraqqiyot yomon tuzib ketdi, ham o'ylab bilyapmiz. Shunga men mush Kanadadagi Toronto Uyg'ur jamiyatiniki, Kanada Uyg'ur jamiyatiniki yoshlarga mas'ul. Shunlashqa yosh bolalarning mening ayrim bir to'pim bor, mush Kanadadagi butun tanho qiz yigitlar to'pi deb. Bu to'pda hozir 40 necha yigit qizlar bor. Bo'lsa hamda atrofdagilarniki alqimishnaqa meniki bolamnimi yoki mening do'stimni qo'shib qo'ying desanglar, faqat men adamni emas, uning ichida boshqa aktiv qarindoshlardan, qiz yigitlardan adamni qilib qo'ydim. Maqsadimiz shu billa tunishish, hozir sharoitimiz hamda yugurib chiqib ko'rishga bo'lmaydi. Unisi Xitoy virusining dastidan tag'imda mashna bo'lib ketdi. Bu to'plarni qurishlik maqsadim meni hamda o'zaro tunishib, fikr almashtirib, nima degan bilan eqiyotgan to'mirimizga eqiyotgan Uyg'ur qani bo'lgandiki, qancha demokratiya davlat yashab ketsakmi, yanala vatansizlik bizni qiynaydi. Shunlashqa shu ota-onlarni bolalarni to'g'ri tushunib, hozirgi sharoitda deymizmi? Shunga
hozirgi sharoitda shu o'g'illarning xarakteri, qizlarning xarakteri, ularning qiziqishini deganlarni bir o'ylashib, hamma öyle bilamiz amaliyotda jiq gaplarni anglaymiz, bu bolalar bilan do'st qatorida o'ssak deganlarni o'ylaymiz, ammo qilib bo'lmaymiz degandek-ku. Shunglashqa hamda shu bo'lsa, shunga hamda shu o'g'illar bilan bulamdi, qizlar bilan bulamdi, amal bor, shularniki kayfiyatiga beqib, shularniki nimasiga halqi günlük qiziqishlarga deymizmi? Qiziqishni degandek ota-ona bo'g'uchi cho'qim hamda bo'libmi ona kishi bak tushundi bolani. Har qanday gapni bizmi kichik vaqtlarda ko'p ishlarni opamizga deydik. Shuni qo'sha undan keyin hozir cho'nglardimi xato tushunishlar bo'ladiganlar borki bir hisob. Nima uchun degan chog'da masalan hozirgi yoshlar chechini bog'lab olgan yoki ishdan bundaqa bir yerlari yiritdik. Undaqlarni ko'z ochiq kelgan cho'nglar borki. Amma hamda mening tavsiyam hargiz ochiqlanmang qarindishim. Nima uchun degan chog'da sizmi ayni vaqtida yosh vaqtingizni o'ylab baqsangiz bo'ladi. Zamonga beqib ish qilish kerak deb o'ylayman-da. Bizmi ayni vaqtlarda har halqi yuğan labaku deb qo'yamda, shundaqlarni kiygan. Anadagi igiz boshliq bir oyoqlayapti moda deb. Moda qo'g'ilishidagi har xil davrdagi odamlar-ku. Shunglashqa bolalarniki shundaq nimalarni qabul qilib o'zaro parang qilishib, mung'ishib qilsak, eng asosiysi mana o'zimizning tajribasini o'tgan o'zimizniki yosh vaqtidagi tajribalarimizni usta bolalarga gapib bersak, bolalar shundaq o'ziniki ko'nglini ochidi ekan deymizmi? Hozir demakchi hamda hozir bir hisobda jamiyat taraqqiy qilib bir hisobda bakma qo'l telefonni vaqtimizni bak yeb ketdi. Ammo qo'l telefonini ishlatishni masalan yaxshi tarafini foydalansak ko'p yaxshi. Ammo yomon taraflarini ko'p vaqtimizni yeb ketdi degandek. Shunglashqa men hamda o YouTube ishlab qo'yma, man qilma. Men hozir hamda bir hisobda vaqtimni bak ajratib ketmayman. Bir hisobda yurakli bo'lib qoldim, o'qimayman. 15-20 minut tutmay asosli. Hamda bugun Instagramning vaqti 1 soat deydi, qancha so'zlayman, o'qimayman. Bu savollar buni qilib baqsanglar, savollarni yozib bo'lamdi, yo'qmi so'raydigan ishlar bo'lsa. Yosh qiz o'g'illar hozir uxlayotam deya to'rindikilar deb bitay. Yoshlar kecha game o'ynab qo'ydi degandek ancha-muncha. Mush game o'ynashga hamda normalli o'ynagan yaxshi, qo'lning harakatiga foydali. Uni hamda misam o'qiganlar bor, o'zim xiyolni deb qo'yay uni. Mush gamedan qizlar asosan o'ynamaydigan deb o'ylayman, o'ynaydiganlar bo'lishi mumkin. O'g'illar bak o'ynaydi-da, hamda shuningdan alqa stressini chiqirdi deymiz bir hisobda. Ularning to'g'ri tushunib vaqt belgilab berib, undan keyin ham bir usul mang'im deydiganlar bormi shu bolamniki game nimasini undaq qo'ydim deb-ku bizning o'zimizniki yoshlar. Undaq bo'lsa mamdu deb qo'yman, ammo meniki shaxsan fikrim bu mush bolalar bilan voy nima game o'ynayotsa qandaqga bu game deb shunga tang halqa shu game'niki ismini tutib elib, undan keyin parang qancha game qandaq bo'ldi deb tang fikrlashsak, undan asosda o'zimizniki maqsadga yeta olamizga. Men ashna o'yladim. Shunglashqa atrofdagi masalan shu qiz yigitlar menga ancha-muncha maslahatdan qilib turdi WhatsAppda ayrimxonda. Albatta men har qanday maxfiyatlikni saqlayman, uni xotirjam bo'linglar. Ularga deb turma. Yurayotgan qiz yigitlarimizmi ancha-muncha maslahatlarni qiladi. Buni sababda men hammasini qilma degan emas, ammo ro'y jihatdan bir hisobda mental taraf qarab mangdik-a. Shunga men doktorchilik jihatdan tahlil qilib, o'zimning o'ylaganlarini, anglaganlarini tatbiqlab degandek javob qilaman. Shunglashqa hamda bir hisobda shu men boy degan bizniki shu WhatsApp to'pidimi hozirgacha 1 yilni oshdi qurilg'ili u to'p. U to'pda mana Uyg'ur qiz yigitlari bir jup ham to'y qilib chiqib ketgan hozir, ham to'y qilgandan keyin asosan chiqib ketdi-ku. 3 jup qiz yigit chiqib ketdi. Ko'ryapmiz chattalchilikda hamda amal yo'q deb balqi chattalliklar to'y qilayotganlarni ko'ryapmiz. Shu hamda bo'lsam o'tkatdi deymiz, ammo hamda bundan keyin bo'lsam vatanning ishini ham o'ylab ko'rib turyapmiz. Shu hamda Uyg'urlarning noposi ozlab ketyapti. Shu hamda amal bor shu chattalda bo'lsin Uyg'ur bilan Uyg'ur to'y qilsa nima degan yaxshi degan gaplarni ko'p anglaymiz. Mallamas ham o'ylab anglayotgan bo'lishimiz mumkin. Shunglashqa hamda o'ylarning bolalari bor. Shunga bolalar qancha yiqilishimiz, undan keyin qancha mushlarning qiziqishini tepirish pek muhim.
oddiysi qiziqishni tepish haqiqatan tasga men shuni his qildim. Men shu doktorchilikni o'zim misol qilib bersam, doktorchilikda bir hisobda hamda yoshligim ketib qoldim, xiyolim yosh qiz yigitlar to'g'risida so'zlayotgandiki, shu ayni vaqtida hamda bizning uydan bir doktor chiqmoqson deb nim qildi deb men halqa darslarda yaxshi bo'lib o'qishga o'zim vaqtini emas, xudoyim sog' olsin, po'chilik qilishdan hamda o'tib qoldim. O'tib vaqtchaqdimi qiziqmadim uqmayman. Shu bir hisobda yosh vaqtlarda o'yinni o'ynab turmiz, o'rganishni qilib turmiz, intam degan chaqda toza kuchaymiz degandek. Anandan keyin doktorxonada ishladim. Doktorxonada ishlagandan keyin kunda operatsiya, kechda o'tirash degandek. Shu ishlar bilan bo'lib, men shu hamda besim Xitoy besim to'la haqiqatan. Ikkin doktorxonada hozir o'ylab baqsaq, men 95-yil xizmat tushgan. Oldingi hisobda kechlik shu jiddiy bo'limdan kechlik oldingi hisobdamiz, kechich uxlamaydigan minjindachi. O balnistikilar uxlaydi, düjini bo'lsa, ammo oldidagilar uxlamaydi-da. Shada hozir o'ylab baqsam, hammalar uyg'ur ekanmiz. Shu vaqtlarda shu 26-7 yosh vaqtlarimda o'ylab hamda shunchalik besim yuqorida hamda jiddiy bo'limda ishkil ishlabdim. Oxiri nima bo'lmay boshqa odatga tashqi bo'limga yo'tkilib chiqib ketdim. Demakchi, shu vaqtchalardimi o'zim doktorlik qiziqmayman degan o'ylab baxmabdi ekan rasmonsam. Anondan keyin shu oxirimiz Yaponga keldim. Yaponda shu Yaponning materiallari shunchalik hamda davomli Yaponning gapini qilma, ko'yganni deydi degan gap bor. Yaponning materiallari haqiqatan odatdagi odamlarni tushuna oladigan qilib rasm orqali tushundirdi ekanda. Shunga almış doktorchilik oid kitoblarini ko'rib, hozirmi o'ydimi bor, DVD'larimi bor, shunchalik tushunishda odatdagi odam ko'simi asosan tushunadi. Demakchi, shunga hamda men shu vaqtlarda dars berib, ma'lumchilik qildi-da, bo'sh o'qitgan chog'da, PhD o'qitgan chog'da, adab shu vaqtdan boshlab 2 yil qolgan vaqtida dars berdim. Shu vaqtda shu materiallarni ko'rib, shu saviylardan shu o'zimniki tushadigan poyez bekiti deymanmi? Poyez bekitidan o'tib ketgan vaqtlarim bor. Shu kitobni ko'rib keyin his qildim, men haqiqatan shu doktorlik qiziqid ekanman deb. U vaqtda necha yosh desam bo'ldi, bir hisobda 38-9 yoshlarda desam bo'ladi. Shu vaqtlarda haqiqiy doktorlik qiziqqanligini o'zim his qildim desam bo'ladi, bir hisobda. Shunlashqa hozirgi yosh bolalarning qiziqishini nima deb so'rasak, uni deb baqidi, buni deb baqidi, hatto cho'ngladimmi? Mendagi yoshdagi, anandagi mendan yuqoridagi yoshdagilarni qiziqishing nima bo'lsa deyamaydi. Deyamaydiganlar ko'pga demakchi. Qiziqish degan nihoyat isilishgan deb o'yladim men. Shu qiziqishni qanday topmaymiz degan qarindoshlarimiz bor. Qiziqishni shu bir hisob mening xiyolim shu o'zingiz xo'sh bo'lib qiladigan ish deymizmi? Undan keyin shu qilgandan keyin vaqtning o'tganini bilmaydigan ishni o'zingizning qiziqishi deb bilsangiz bo'ldi. Hamda oddiy bunday aytgan chog'da shuni his qildim men. Shunlashqanda mening hozir qiziqishlarim ko'plab ketdi, boshqadan yashirib ketdim, o'qimayman. Qiyirgan siri anda qildi, manda qildi deb bizning gaplarimiz anda gaplar ko'p, ammo hamma nimani qiyirliqqa atvasak bo'lmaydi. Shu hamda yana gaplarim shaqlinib ketdi, ammo yosh vaqtlarni so'zlasak deb o'yladim. Hozir qarindoshlarimiz hali ko'rib yetibdi. Bo'lsam savollar bo'lsa bir paran qilsak, mening bugun shu qiz yigitlar to'g'risida bir mungdashqim gap chiqib qoldim. Shu hamda o'zimizniki balları to'g'riliq yoki hozir yosh qiz yigitlar ko'ryaptimdi o'qimadim. Qanday savol javoblar bo'lsa, eng asosli shu tunugillam ko'rdim bir materiallarni. Shu Facebook'imda so'zladim tushkunlik to'g'risida. Uni tushkunlik ham cho'ng doir, yomon cho'ng tema desak bo'ladi. Bundan keyin so'zlab turman ancha-muncha. Shu bizniki yoshlardimi tushkunlik haqiqatan yuqori desak bo'ladi. Nima uchun degan chog'da yoshlarmi ishlar aralashmay siyosat bilan xo'sh yo'q yoshlarmi qilib bor deb o'ylayman. O'zining ishi bilan niqib degandeklamchi. Shunlashqa ham ota-onasi qarab, ota-onasi hozir ba'zilarning ravrsalqi siyosat deymizmi, oldiga chiqib qilgandan keyin bular biyada masalan demokratiya davlatlarida tug'ilgan yoki masalan mishadi kichigidan tortib kelganlar bo'lsa, haqiqiy biz yashagandek, vatanda yashagandek anaqa hissiyat bo'lolmaydi har qancha bo'lsa-chi deb o'yladim men shaxsan. Ham demokratiyani baqobil qilganlar va demokratiyaning yaxshi yerlarini ko'ryapmiz, yomon yerlarimi bor o'zi uchun. Ammo o'zimizning madaniyatiga har qanday nima yetmaydi deb o'ylayman shaxsan o'zim. Shunlashqa hamda
Muşu bizdeki kız yigitlarniki hamda bir hesapta muhabbatlashish ishiga kelsak, men Facebook'umda so'zladim birinchi qatim chiqqan chaqda. Muşu yapındaki ishni deb berdim, yapın turgan vaqtimda shu televizorda qiz yigitlarni tanishtirish degan bir TV showni ko'rdimda, ko'rib, ya Allah bizniki Uyg'urlarning bek yaxshi ekan, hadisa o'tirishlar va o'tirishlar qiz o'g'il bir-biri bilan paran qilishib, keltirishib qildi deb o'ylaytdim-da, ammo mush yaqinda yana unutib qoldim shu Facebookda deb berganti do'stlar. Elchi to'g'ri, elchi deb bir televiziyamiz chiqibdi. Uningdimi hozir Urumchilarda sahnaga chiqiblar Uyg'urlar, qiz yigitlar o'zaro ashunaq tanishtirish bo'lib ketibdi-da. Taraqqiyot degan mundaq bo'ldi ekanda deb o'ylab qoldim. Demakchi hamda hozir qo'l telefon, taraqqiyot hamma jihatni o'ylagan chaqda bir hisobda to'y qilmaydiganlar, to'y qilmaymaydiganlar ko'plab ketdi. Undan keyin ajrashganlar ko'p bo'lg'achqa shumi ta'sir qiladi bevosita yoshlarga. To'y qilsa qo'rqinish bilinibchi. Ama birdan-bir deydiganim yosh qiz yigitlarga to'y qilinglar chaqinaroq. Chaqinaroq desam hamda unda tizini qilib bo'lmaydi. Tiz to'y qilsanglar, hammaniki baldirqanning o'zi kuchli foydasi bor, keyin qilganning o'zi kuchli foydasi bor. Elchi programmasini bizmi yo'l qo'ysak bo'lamki. Shu elchi 8 qism chiqib bo'pti demdi, men bir qeyrishim shunaqa dedim Facebookda. Amma hamda bu yerda bir qeyrishimiz qilyapti, boytaq.com deb. Amma u boytaq.comniki qarasam, ham yoshlarmi, men bak ko'rib ketmadim. To'y qilmagan yosh qizlarmi bormi o'qimayman, men ko'ginim to'y qilib ajrashib ketganlar ko'proq taqiladi. Ba'zilari masalan chiroyini chiqirdi ekan, ba'zilari ko'zni qo'yib chiqirdi ekan degandek-chi. Men Torontoda bir qeyrishim inimiz qilyapti, shundoq jonliq inimiz u. Demakchi bizmi qilsak bo'ladi, ham sharoitimiz qarab ish qilmasak bo'lmaydi-da. Shunglashqa va sharoitimiz shundoq ko'rishadigan fursat yo'q deb men yapon vaqtimda yapondagi yosh bolalar bilan part time ishlagan chog'da shular bilan mungdashatdim. Mungdashsam ularnim deydi, maktab bitirib ketgandan keyin bizniki shu qattiq ishlamasak maydi, yig'iladigan vaqtimiz yo'q. Shunglashqa to'y qilish fursatini kelmaydi bizlarga deb 30 necha yoshli bolalardamda. Shuna degandi. Demis hozir taraqqiy qilib dunyodagi hamma yosh qiz o'g'illarimiz o'xshab qolibdi ham sharoitlari-chi. Ammo bizning Uyg'urlar haqiqatan jasur. Yana bir hisobda bunday aytgan chog'da mening xiyolim kelgani, boshqalardan anglab turdim u gaplarni. Qizlar haqiqatan aktivga. O'g'illar sal pasparaq kelamiz. Mana desam o'g'illar qashab ketadi. Qaqsanglar men 30 yapti ayrimxon desanglar bo'ldi. Paran qilishimiz obdan. O'g'illarning hammasi undaq degan gap emas, ammo mush yaqinlarda oldingi yillari mush to'ylarga diqqat qilsak, qizlar shunchalik jangovarlik bilan usullarni o'ynab o'g'illarni qilsa, o'g'illar alqi 5-ni to'yan qilib xijilulib degandek. O'ylab qoldim, bizim yosh vaqtlarim oshnaqmiyada o'ylab qoldim. Haqiqatan hamda bir hisobda ro'y jihatdan haqiqatan qizlar emas, ayollar kuchli-ku erlar qaraganda, o'g'illar qaraganda. Shunga bundan keyin mening xiyolim ayollar, qizlar o'g'illarga talab qo'ygan vaqt kelib qolam ya, bo'lib qolamdikin deb o'ylab qoldim o'zimcha. Hamda unda xusimi bir narsa degilmaydi. Sharoitga baqib o'g'illar undaq bo'lgandik, ammo to'ydan keyin boya deganim to'y qilinglar deganim maqsadim nima deganda, to'y qilib bo'lgandan keyin bola, Xudoyim bergan bola bor. Bolaning tatliqligini o'ylasanglar, tezroq to'y qilinglar. Balani deymiz, Xudoyim bergan bizga farishta deymiz-ku. Haqiqatan isil. Shunga hamda bir qeyrishimiz kulib telib qolyapti. Qiziq gap o'xshayman. Demakchi hamda to'y qilinglar deb naqslam qilmaydi. Eng asosli ham bakalqi g'amga yomon tushib ketgan bo'lsanglar, eng yaqin do'stlaringlarga paran qilishib ichingdikilardan deb qizlarga deyalaydigan u ham qizlarni jirga qildi undaq deymiz. Amaliyotda bu Xudoyim bergan tug'ma qobiliyat. Qizlar hozirda jirga qilmaydi. To'ydan keyin ayollarning gapini qarasanglar hayron qolsizlar. Nima uchun ayollar bu balliq bo'lgandan keyin balini boshqurman deydi, balig'i gap qildi, shuning bilan tabiiy Xudoyim bergan iqtidor ekanda. Shunga hamda uyda ma'u ko'pincha o'ylamda ba'zi oilani hisob qilgan chog'da mang'im deydi unda gaplar. Demakchi buni qabul qilishimiz kerak har qanday o'ylar. Shunga hamda men shu miyadagi
bizning Toronto ana tili ma'lum bolalar bilan shunday ubda o'ynayman birinchi yillik alifba darsi berganda hamda ma koronadan keyin to'xtab ketdik. Shu bolalardan bundaq gapdan gap qilib dars o'tkash, ularni dars o'tibsa zerikdi. Anchamiz game o'ynaymiz, ulardan bir savol so'rdim. Uyinglarda kim jiq gap qildi desam, "Opa, mam" deb vaqirdan desa. Degandek hamda uyda asosan ashnaq bo'ladi. Bu tabiiy ahvol, normal desak bo'ladi. Shunlashqan bir hisobda hozirgi qizlar balkim ozga qilgandi. Ammo hamda o'g'illarmi tag'imdim ozga qildi. Shunlashqa mening mushu WhatsApp to'plarimni qurishimdagi maqsadim mushu qiz-o'g'il, Uyg'ur qiz-o'g'il yigitlarni amal bo'lsa, mushu piknik qilib, yoki oddiy Tim Hortonga chiqib bo'lsa, kimning vaqti bo'lsa, mushtaq aylanib, parang qilishib, to'r degan yana muhim. Ammo yana o'zaro yuzlarni ko'rishib qilsak, tag'imdim tushunish yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Jiq so'zlab ketdim, qanday yerib qoldim bu. Fikrlar bo'lsa bilsanglar, qanday fikrlar bor yana. Mush hamda o'g'illarnikini to'g'ri tushuninglar. O'g'illar haqiqatan psixolog jihatda, badan jihatda bir xil sal ojizroq keldi ekan deb o'yladim. Eg'iz jihatda va gapib qilgan bilan o'zini ifodalash iqtidori o'g'illarning emas, erlarning bir xil sal ojizroq bo'ldi ekanmiz. Mening shunday albatta. Ammo ayolim gap beramayman deb qo'yay. Demakchi, shu hamda bir hisobda shu o'zaro qabul qilish deymizmi? Ayollar mandaqga, qizlar mandaqkanda deb shuni qabul qilishdan boshqa amal yo'q. Uningdan keyin shu qiz-o'g'il ba'zilar menga maslahat qilganlarga degan gaplarni deb berasizlarga. Albatta ismini demayman bu. Yurgandan keyin ba'zi o'g'illar deydi, hamda chet elchilikda bir qatim, ikki qatim sirtlarga chiqib tomoq yeydi ekanmiz, yo aldirab nima deymiz, demaydi degan gaplarni dedi hamda qizvola tarafniki. Degandan keyin men dedim, hamda balkim qizvola dastlab ashunday ish oldi. Ularning xarakteri balkim shunlashqa uni qo'g'layotganlar jiq bo'lishi mumkin. Qog'ini o'zing bog'lab sening gap so'z hatto sen miymanqining emas gap so'zlaring tatli qarab bo'lsa bo'lib qolish ehtimolligim bor. Bo'shashma deb gap qildim. Ammo yana bir jihatda aytgan chog'da boshqa anglaganlarim shu qiz-o'g'il tomoq chiqqan chog'da hatto qizlar to'ylaydigan ahvollar ekanda. Shularni anglab hayron qoldim. Ammo endi deymiz, hayron qolsak bo'lmaydi, ishlarga sharoit atrofdagi o'zaro ish qizishi va qizlar mesela o'g'il olib pul akamgamiz qizlar olma bu qatman to'ylikda deb qan bo'lishi mumkin. Uni to'g'ri tushunimizda. Shunga bu gapni sharqi yana Yaponning ismi deb qoldi. Yaponda qiz-o'g'il muhabbatlashsa televizor bak berdi ondaqchilarga bular. Hatto qiz bilan o'g'ilmi o'znikini o'zi eji deb qo'yamiz-ku. Hammasi ashtaq to'ylaydi ekanda. Shundan qarab biz ham o'zimizning yosh vaqtini o'ylaymiz-da, qizlar hargiz pul to'lib tashib qilmaymiz-da bizmi. Ayni vaqtlarda ham shu jahon ashna bo'lib ketyapti qanday deganlarni o'ylab qoldim. Shu hamda hozir shu qiz yigit to'g'risida toza jiq gaplarim bor-da, uningdagi ham bir ish. Shu birisi menga telefon qildi, yuribdi, bir mazgil yuribdi-ki, shuning bilan bir qatim urushmoqdimi dedim. Desam, "Yo'q" dedi, "Urushqin" dedim. Nimda deb shunaqa dedi. Urushqandan keyin odamning haqiqiy qiyofati chiqadi. Haqiqiy nimasi o'zini oshkorladi deymizmi? Hamda urush degan gap balaq bir o'zaro tushunishniki asosiga yaxshi gap bu. Chunki men uni eski yo'lga boshlaganim emas. Uningdan keyin shu haqiqiy xarakterni bilgandan keyin balaq ish kusha yurib bilan to'y qilib qilsa keyin ajrsiz bo'ldi. Shunlashqa obdan ozgina 1 yil yoki 2 yil yurgandan keyin to'y qismi yaxshi degan asosda shu gaplarni so'rab baqdim. Desam, ancha-muncha gapda qolishimiz, ammo men jim turman dedi. Deganda, "Nayt yaxshi qilibsan, sen naqat chiqig'ing bilan qiz olib gap bera olmaysan." Shunlashqa hamda ancha-muncha urushganda odam ochiq kelganda haqiqiy o'zining qiyofati chiqadi. O psixologlar shunaqa deydi-ki. Shunlashqa ancha-muncha ashuna urushish, gap talashish orqali o'zaro tushunish bo'ldi. Ma'no mandaq ochiq bo'ldi ekanda deb keyin diqqat qiladigan bo'ldi, o'zaro hurmatlaydigan bo'ldi deb gapidim. Deganda hamda jiq gapirdim. Yana hamda qanday savollaringlar bo'lsa, shu Instagramga qoldirib qo'yamizlar yoki bo'lsa
mening WhatsApp nomerimni davomli deb turyapman. Instagramdami yozib balqi savol so'rab o'zining takliflarini berganlar va Facebookdami bor. Ama men xat yozishni toza alqitiz yozamaydi ekanman-da, vaqtga dedika. Shunlashqa WhatsAppga so'z qoldiringlar deyman davomli. YouTube kanalimning ostiga qilyapti. Amal men shu YouTube kanali bilan shu WhatsAppga niki kommento deymanmi. Shunlashqa mening shu nomerim WhatsApp nomerim 416 272 94 89. Özümni belki təşviq etdim bu günlərdə özümü ənsirab qalma, amma nima deymiz, bəzi qarindoshlar voy o'rgangan narsangizni bizga quvvatsiz, ko'pdan ko'p rahmat. U dunyoga borgan chaqda Alloh shu bilimning nimasini so'raydi ekan degan shuna qo'shib qoldim, amma anlagan u gaplarni. Amma bu ozroq o'rgangan narsalarni mush qarindoshlar bilan bo'lib hozirgi vaqtlarda butunlay tushkunlik nimasida yashayotimiz deymizki, shunga o'zaro bir-birimizga yetkazib paran qilishib, muңlashib qilsak, menimcha yaxshi bo'larmikin deb o'yladim-ku. Bu qanday savollar bo'lsa, mushning buningga qoldirib qo'ysanglar, kechikib bo'lsam javob bermay, WhatsAppda tezroq, WhatsAppdan kechikib qolma. Mening boshqa ishlarim bor-da, savdo qilma, material ko'rma, uni qilma, buni qilma, ishlarim yo'q. Shunlashqa hamda öyle aldirash desak, nimaga aldirashligini uqmaydiganlarmi bor. Turmush halakchiligida ham öyle shuna qilib yuramiz. Ammo endi yosh ballag'im deydiganim ota-Allohga dedim boya. Ota-Alloh mush ballar bilan obdan muңlashib, yiqilishning amalini qildi, qiziqishini topildi deb. Onun için yosh ballag'imi, hozir yosh ballar ham meni bildigandek qilib ketadi, rastkamday. Shunlashqa amaliyot bilmaydiganim ko'p. Shunlashqa keyin his qilsizlar bularni. Nima uchun degansa, ota-ona bo'lib balliq bo'lgandan keyin ota-onamning to'g'ri ekan-ku degan his qilsizlar haqiqatan. Malla emas bu halqa manga jiq deganlar bor. Demakchi hamda balqi ota-onamning xiyoli halqa nima ko'ni xiyoli andaq mundaq deganni hargiz o'ylab qolmanglar. Xudoyimish ota-ona shunga hamda Xudoyimish ota-ona orqali bizni dunyoga keltirdi. Shunlashqa ota-ona kasalchan bo'lsinmi, sarang bo'lsinmi, yanala ota-ona. Demakchi ota-onalarni hurmatlab telefon kelib ketdi. Qanday besvetdim xumdim qanday qilishni. Shunga hamda bilmaganni mundaq dada apa deb tushuntirib qilsanglar, hozirgi hamda cho'nglarmi shunday tirishib qo'l telefonlarni biz masalan kompyuter deganimiz yaqinda o'rganyapmiz. Sizlar tug'iliblar onunki shu maktablardan o'rganib ketdinglar. Shunlashqa sizlar bilmaganni ota-onalar obdan biladi. Ota-onalar bilmaganni sizlar bilasizlar. Shunlashqa sizlar ota-onalarga voy dada apa may mandaq debchi o'zaro uy deganmi noit bir cho'ng jamiyatda bir hisobda. O'rgatib qilsanglar, menimcha tag'indim yaxshi bo'ldi. Uningkin o'zaro fikrlashish shuningdan tug'ildi degandek-ku. Voy bu dadam hech kim bilmaydi, opam hech kim bilmaydi deb andaq hargiz ko'z ilmaydigan ishni qilmanglar. Andaq qilsanglar Xudoning jazoli o'tadi rasmiy gap. Unimi biz ko'z oldimizda jiq ko'rdik, otasi hurmatlamagan, qanday kunni qoldiganini-ku. Shunlashqa otani rozi qilgan odam, Xudoni rozi qilgan odam deb qo'ygan gaplar bor. Shunga ham yosh qiz yigitlarimizga deydiganim ota-onalar bachaqda qadrlab, hozir ham ba'zi ochiqda vaqirab qo'ydigan ishlar bo'ladi, deb o'tkazishni o'rganinglar. Shunga jiq so'zlab ketdim, men vaqtda qancha ketdi uqmadim, endi 1 soatga buniki Instagramniki nimasi sharti demdik. Shunga endi sizlarning hozir ko'rgan narsalar ko'plab ketdi. Shunga men shunchalik so'zlar, qandaq fikrlar bo'lsa, uningki mening YouTube kanalimni rost davomli qo'llab-quvvatlab kelayotgan qarindoshlar ko'pdan ko'p rahmatimni bildirma. Ammo shu o'zimniki ozroq o'rgangan narsalarni qarindoshlarga ozroq olsun foyda bo'lib qolsa degan maqsadda qildim, boshqa maqsadim yo'q. Shunga a'zo bo'lsanglar, yangi chiqqan videolarni ko'ra olasizlar. Anandan mush a'zo bo'lishdim, ansirab shu a'zo bo'lib subscribe degan bosishdim, qo'qidiganlar bor ekan-ku, pulab ketamlikin deb. Hargiz andaq bo'lmaydi ekan. Bo'lib cho'nglar ansirashchan kelimiz. Yoshlardan bor andaq ish. Shunlashqa uningki besishga bosgan chaqdim ishdi balqi besilmaydiganligi, yana bir ishi alqi Gmail yo'qlar. Ota-onalarga yosh qizlarga aytqanim bo'lsa, ba'zilar mailni qilmaydiganlar bor. Gmail'dan o'rgatib qilsanglar, ularni barmoqlarini harakatlantirib bersa, menga foydali.
barmaqniki harakati boya game degan gapni yutib ketdim. Ham game o'ynasanglar, o'ynanglar, ammo vaqtga rioya qilibchi. O'zinglarni kontrol qilda gamelarni o'ynab qilsanglar barmaqniki harakati menga bevosita ta'sir qilib odamniki menga yegilash deymiz, har xil kasallarni oldi-ki, buni demasam muammolar bilamiz. Shunlashqa bolalar bilan shu ota-onalar o'zaro tushunish eng muhim ekan jahonda hozirgi vaqtlarda debchi uni usulni qavatida vatandagilar miyadigilar hali o'ydilar o'tag'anlar hali bor. Shunlashqa gapim uzrab ketdi. Ko'pdan ko'p rahmat amanglarga, ko'rgan qarindoshlarga, qo'llab-quvvatlab bergan qarindoshlarga. Bundan keyin pat-pat ko'rishib turmiz hamsa. Xo'sh, Xudoyimga omonat amanglarga.